Salom hammaga. Bugun qozon kabob qilamiz. Yog'imizga kartoshkalarimizni tillaring qilib qovurib olamiz. Keyingi partiya kartoshkalarimizni solib qo'yamiz. Uni orasida tovuqlarimizni yaxshilab yuvamiz. Tuz, qizil paprika, priprava, 2 qoshiq qatiq solamiz. Yaxshilab hammasini masaj qilamiz, yaxshilab yediramiz. Masaj qilib orasida ikkinchi partiya solgan kartoshkalarimizni qizarib qolganini yog'dan olamiz. Orqasidan marinadlagan tovuqlarimizni solamiz. Jiz-biz qilib yaxshilab qovurib olib ularni ham qozonimizda yog'ni kamaytirib, tovuqlarimizni orqasidan piyoz to'g'rab solamiz. Qovurgan kartoshkalarimizni solamiz. Tuz, paprika, priprava, 1,5 piyola suv solamizda va yarim soatga dimlab qo'yamiz. Shu bilan ovqatimiz tayyor. Voila! Yoqimli ishtaha.